ichardi. Yo'q, uni qo'rqoq va bechoravash kimsa deb bo'lmasdi. Balki hatto buning aksi deyish mumkin edi. Lekin keyingi paytlarda u asabiy bo'g'ilib yurar, chiroq yoqsa ichi yorimasdi. U o'z xayollariga g'arq bo'lib ketar, chuqur o'yga tolar. Uy bekasinigina emas, umuman hech bir kimsani ko'rgisi kelmasdi. Birov bilan yuzma-yuz uchrashib qolishdan cho'chir edi. Yo'qchilik uni abgor qilib tashlagandi. Biroq keyingi paytlarda u o'z abgorligini ham o'ylamay qo'ygandi. U eng zarur ishlarni ham bir chekkaga surib qo'ydi. Uy bekasi unga qarshi qanchalar tishini qayramasin, bundan tarixchi ham cho'chimasdi. Lekin zinada to'xtab, uning ming'ir-ming'irini, pul so'rab g'ingshishlarini, do'q bo'psa, shikoyatlar qilishlarini eshitishni istamas. Buning ustiga o'zi ham otang yaxshi, onang yaxshi deb galga solishni, kechirimlar so'rashni, yolg'on gapirishni ko'ngliga sig'dirmas. Yo'q. Bundan ko'ra yaxshisi hech kimning ko'ziga ko'rinmasligi uchun zinadan mushukday pisib o'tib ketgan 1000 marta ma'qul. Aytmoqchi, ko'chaga chiqib ketar ekan, bu safar uy bekasiga duch kelib qolishdan haddan ortiq cho'chiganligi o'zini ham hayron qilib qo'ydi. Qanday ishga qo'l urmoqchiman-u? Yana mana bunaqa arzimagan narsalardan qo'rqib o'tiribman, deb o'yladi u g'alati ishshayib. Ha, hammasi odamning o'z qo'lida. Yuraging dov bermagandan keyin burdingning tagidagi narsadan quruq qolasan. Bu kunday ravshan gap. Qiziq. Odamlar hammadan ko'proq nimadan qo'rqadilar? Bir yangi ishga jazm qilishdan, bir yangi so'z aytishdan hammadan ko'ra ko'proq qo'rqadilar. Ha, aytgandek, juda ko'p valdirayapman. Og'zim gapdan tinmaydi. Qo'lim ishga bormaydi. Keyingi oyda mana shunday bo'lib qoldim. Bir burchakka tiqilib olib, ha deb yo'q narsaning xayolini suravergandan keyin odam shunday bo'lib qolar ekan. Quruq safsata hammasi. Mana hozir nima qilib yuribman? Axir men buni eplay olamanmi? Bu o'zi jiddiymi? Sira ham jiddiy emas. O'z xayolimda o'zimni ovutib yuribman. Mayna boschilik.